Tabiat va unda yashovchi barcha jonzotlar aziyat chekadi. Lekin biz, kelajak avlod, bunga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Buni qilish unchalik qiyin emas. Shunchaki chiqindilarni tabiatga zarar yetkazmaydigan axlat qutilariga tashlash lozim. Insonlar tabiat qo'yniga dam olgani chiqqach, atrof muhitni ifloslantirib uyga qaytadi. Har xil paketni va chiqindilar bilan tabiatni ifloslantirsak, uni albatta tozalashimiz kerak. Bir narsani yodda tuting, tabiat bizga muhtoj emas, biz tabiatga muhtojmiz. Hozirgi kunda tabiatni asrash va muhofaza qilish uchun ko'plab ko'ngilli odamlar paydo bo'lmoqda. Bu juda ham yaxshi. Tabiat bizning onamiz. Uni bor kuchimiz, mehrimiz bilan e'zozlashimiz, asrashimiz kerak.